Assalomu alaykum Islom Do'st kanalimiz obunachilari. Mana xudo xolisa keyingi zakazlarimizni ham olib kelib o'rnatdik. Xo'p, buni obzorini qilishdan oldin bizga bitta like bilan podpiska bosishni esdan chiqarmaymiz. YouTube'da yangimiz, podpiska qilishni unutmanglar. Qani bunga ketdik. Xo'p, bu eshiklarimiz ham har biri 2 qanotdan bo'lib, bu yerga 3 ta eshik olib kelib o'rnatdik. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Bu o'zimiz Andijon viloyati Xo'jobod tumaniga bo'ldi, o'zimizga yaqin joyda. Biz manzilimiz bilasizlar, Buloq tumanidan, Andijon viloyati Buloq tumanidan. Hop, buni eni 1.20 ga boylari 2.48 bo'ldi. Xudo xolisa akamiz shu fasldan, shu ranglardan zakaz beradi ekan. Olib kelib chiroyli qilib o'rnatib berdik mana. Zamoylari ham original mana 5 tadan kalitlari bilan pishiq zamoylar, oynalarni germetiklar yaxshilab sifatli qilib 08 endekslarimizdan qildik mana. Turishingiz narsalar ajoyib. Kanizlari ham bejirimgina mana pramg'alari ham 3 ta ko'z qilib berdik. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Murojaat uchun telefonlar pastda yozib qoldiramiz. Bemalol behijolat ishonchli har bitta ishlarimiz. Podpiska qilishni unutmaymiz, like bilan podpiska bosishni unutmaymiz. Sizlarga ham kattakon rahmat.